Assalomu alaykum va barakatuh. Что там, akam? Nima qilib yuribsiz bu yerda? Nima oxirigacha olib kelasiz? Barvaqt o'qisangiz bo'lmasmi? Vah. Had tezroq qiling endi. Zapis qilganmisiz? qildingmi? Yo'q, hali. Olib berasizmi? Hozir beramiz, chiqaylik, kim ko'p ishlagan bo'lsa o'sha adret olib beramiz. Gap yo'q. Oshxona quriladi. Yo'l sentrni qurdi. Sen oltida chiqqansan, baribir mendan sen ko'p ishlagansan. Endi siz ham oching. Abed sizdan. Abed boyvachchalardan, moskvichlardan. Abedga tushdi. Bir yersen de yersen. Neyse olsun. Aha, shashlikka yerimiz. Bizde şarkı yok. Va, qozon kabob bor. Kazan desa kazan ber ama. Boş desa boş diyor. Bunaqa bo'lganda men boshqa restoran tanlardim, bir choyxona konkret. Adam öyle alıp sen ne alıp? Mana akam aytganlarini ro'yobga qilib, mana bitta energetik, bitta qozon kabob berdi, qo'rim to'ydi, yana borib bitta maza qilib kechqurungacha ishlaymizda energetik deyishib. Gorilla, выходи на связь, reklama budu dedi.